Bu qilingan ish mana o'tgan yil boshlanganda bularda o'tgan yil boshlangan bu ish qariyb 1 yildan oshdi mana. Mana shu 1 yil ichida qilgan mehnatlar, 1 yil ichida qilgan mehnatlar bor. O'zgartirdim o'zimni, atrofim yoqmaganda, foyda yo'q boshqalarni ayblab o'zimni oqlaganda. Yillar o'tib borgandim, ko'p bilishga intilishga, nimanidir xohlaganda. Qaraydi menga ham kimdir shu gaplarni aytganda. Endi boshlaganda, 16 yosh bo'lganimda ko'zim to'la yosh bo'lganda. Ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni. Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim usholmaydi. O'zing ko'taril yulduzlar oldinga tusholmaydi. Bilaman ahvol og'ir, ham men ham o'tganman ko'changdan. Men ham jonimga tekkan dimiqab yutganman ko'changdan. Nima ham o'zgaradi, lekin qamalib o'tirsang uchangdan. Men kurashaman oxirigacha borim tikkanman bu jangda. Kimsan, qaysi makon, tomon, o'zing qayerdasan, qayta xonadon. Agar hammasi bo'lsa yomon, dunyoni o'zgartir boshlab shu xonadan. Gapim chekiyo, xolos sen shu yerda qol, bu xona bor senga, bu xona bor senga. Lekin yurganniki yo'l, dunyodan haqqingni ol, bu xona tor senga, tor senga. Sen yolg'izmasin, orzuing bor sen, bekorchimasan, orzuing bor sen. Armasan, bu koning bor sen, harakat qilsang olov kabi qoning bor sen. Sen yolg'izmasin, orzuing bor sen, bekorchimasan, orzuing bor sen. Armasan, bu koning bor sen, harakat qilsang olov kabi qoning bor sen. Qayerda bo'lsam-da musofir yo talaba, men O'zbekistonliman, qonimda g'alaba. Bu meni qonimda har kuni intilish, sal ko'proq bilishga ishni yaxshiroq qilish. Bu meni qonimda yurish, mayli ba'zan qoqilish, yiqilsa yana turish, o'zimga kelajak qurish. Bu meni qonimda emas, kuni bilan nolish, kechagi kunda qolish, kurashmasdan tolish. Bu meni qonimda emas, yomonlik saqlab o'ch olish, harom haq olish, juda muhim eslab qolish. O'zing borsan, bekorchimasan, o'zing borsan. Ilohim yuzinglar yorug' bo'lsin. Xudo xohlasa kelajakda katta rejissyorlar bo'lib, aktyorlar bo'lib, elimizni, xalqimizni ma'naviy tomondan boy qilib yuringlar. Ustozinglarni, ota-onanglarni oldida yuzinglar yorug' bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsak, hammasi ijobat bo'lsin. O'tganlarni Alloh rahmatiga olsin, san'atkorlarimizni pirlar qo'llasin. Rabbina atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Allohu akbar. Qizlarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsizlar. Kursda faoliyat olib borayotgan ustozlar bilan tanishtirib o'taman. Aktyorlik mahorati fani o'qituvchisi men ekanman. Sahna nutqi fani o'qituvchisi bizning ustozimiz Bahodir Magdiyev. Kurs murabbiyi Botir Abdurahmonov. Kurs badiiy rahbari O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Yolqin To'ychiyev. Kuzning 1-kuni drama O'lmas Umarbekov asari. Demak, biz spektakl hozirgi ko'rigimizda 3 ta parcha oldik. Asardan, ya'ni 2-ko'rinish, 3-ko'rinish va 5-ko'rinishlar e'tiboringizga havola qilinadi. Kursda men armiya deyman bularning kursini, chunki o'g'il bola bo'lganligi sababli, hammasi o'g'il boladan tashkil topganligi sababli biz boshqa kurslarimizdan qizlarimizni olib ishlatdik. Bu yerda hozir Qumri opa degan obrazimiz bor. Sevinch Siddiqova 4-kurs dramatik teatr va kino aktyorligi yo'nalishida. Barchin opa degan qahramonimiz bor. 4-kurs kino va televideniya rejissyorlik kursimizda Abduqodirova Hayitgul. Saida degan rolimiz bor. Bu rolda esa 1-kurs kino televideniya rejissyorligi Anarbayeva a'loxonlar ishtirok etadi. O'zimizdan qizilar. Albatta. Xo'p, demak, men o'rtasida parchalarni bitta-bitta to'xtatib tanishtira olmayman. Bir-biriga ulaganmiz. Sizlarga sabr tilaymiz. Qariyb bir 40 minut, yarim soat davom etadi ishimiz. Uyali aloqa vositalarini o'chirib qo'yasizlar. O'zi bunda 1 semestr, 2 semestr yil bahorda topshiradi o'zi asosan spektaklda. Bu ichki semestrda epizod yoki bu rolda kim, bu rol shu anaqa tekshirish shu. Albatta. Maslahatlar. Spektakl o'yinda diplom chiqdi. Diplom, aktyorlik mahoratdan diplom ishi hozirgi qishki reytingda epizodda asar tanlanadi aktyorlar asosan shunaqa. Bunda asosan o'zi o'tgan yil Sasha aka va Ilhom akam bor ko'rsatganmiz, shu asarda ko'proq maslahat berishgan, bolalarning o'zini yoshga tushar ekan deb bizning 1-kundan ko'rsatganmiz, ustozlarga tasdiqdan o'tkazganmiz.
Xo'p, diqqat. Marhamat, boshladik. Barda hujjat qilishmasa, ikkita guruhlarni bitta xonaga tiqib qo'yishdi. Bor yo'qligini kim bilib o'tirib? Rahim Azizovning darsiga borish kerak edi-da. Qo'yish Azizovni aqlli. O'zi olib qaraydigan bo'lsang, hamma ma'ruzalardan bir varoqli ham ma'lumot yo'q. Gapirgani gapirgan. Yo'q, do'stim. Rahim Azizovning darsiga borish kerak edi. Qo'ydi gapni. Ichagimdan ko'ra. Chamiz. Xo'sh. Gulyo'chi? Gulga ketgan. Unda Sveto'chi qol. Gulga degani. Uyda hech kim yo'q ekan. Gulalarni ham chaqirsak bo'lar ekan. Peshinda kelib qolishi mumkin. Gulam. Yo'q, Farhod toyisi. Kecha. Gula diskotekada vals tushganini ko'rdingmi? Haligi qo'li shundoq bilan qo'limda. Ana u bellari haligi byustlari bor-ku, shundoq bilan ko'kragimga tegib turibdi. Ko'pi chordi. Uyga borsam oyim bil. Sapar-ku. Yaxshi ham dadam yo'q. Ana bilganda hamchi unaqa urib so'kmaydi, lekin shu bir qurur yomon odat bor. Boshqa ma'ruz o'qishga tushib ketadi. Mana dasturxonga mendan oldin kelib o'tirishingiz bu albatta meni xijolat qilmaydi. Biroq ovqatni uy kattasi kelmasdan oldin boshlashingiz bu tarbiyasizlik. Qanday o'xshaydi o'zi bo'ldi. Tugab qoldi. Mashinada zo'ridan borib ki. Qo'lim kelib qolibdimi? Bir haftada bemalol haydaysan. Bo'ladi. Boshdan kaltib ber, kim bilaman. Ana unda ochib ketgandim desam. Ne chiqdi? Yuzlari ham zo'r bu. Bilasan ku. Videoni tugatib qo'yibsizlar-a? Biram. O'zi bir gapni aytmoqchi edim. Bir marta mashinani haydab ko'ray, o'rtoq. Sen to'g'ri yo'lda tekis yura olmaysan-ku. Boshqa haydashdan kim qo'ydi? Hech bo'lmasa bir kalitini ushlab ko'ray bir marta. Kalit Sobirda hozir keladi Sobir. Kalit Sobirdami? Hozir keladi. To'xta, men hozir kelaman, xo'pmi? Qimirlamalaring otaman. O'qi bor buni. O'qi
o'qib bor ekan. Ishonmaysanmi? Qani ko'rsan? Mana. Rostdan o'qib bor ekan. Zanglab ham ketganda. Ana. Hop. Winchester 1928-yil. Bizdan 5 barobar katta ekan. Dadamga ishxonasidan sovg'a qilishgan buni. Dadang ovchi bo'lganmi? Yo'q, ovchi emas-ku, lekin ovga chiqib turardi. Buni qo'y. Otib ko'rmaymizmi? Shaharda otish mumkin emas. Kim bilib o'tiribdi, bitta paketda bo'ldi-da. Jinnimisan? Farg'on. Men qarshi emasman. Otib ko'raylik. Lekin kim otadi? O'q bitdi. Qo'yinglar bolalar, shu ishni qilmaylik. Qara. Bunaqa qilamiz. Tanga tashlaymiz. Omadi kelgan otadi. Mayli. Sen avtobus yurasan, tanga bor. Orqasini oldim. Orqasi. Tanga oldim. Hoppa! Oldi. Ko'rdingmi? Kel. To'xta. Endi Farhod bilan o'yna. O'ynaysanmi? O'ynaydi. O'ynayman. Faqat men yutsam, otmaymiz. Kelishdikmi? Bo'ladi. Qara. Orqasini oldim. Bunga farqi yo'q-ku. Senga orqasi, menga oldi. Hoppa! Lekin o'rniga Ko'rdingmi? chiqdi. Mana, yutdim. Sabr, ana u butilkani ko'zlab o'tsan-chi? O'zi hech otganmisan? Kinoda ko'rganman. Yelkamga mahkam tiraysan qo'ndog'ini. Bo'lmasa siltab tashlaydi. Och. Devordagi qarg'ani qo'yasan-chi? Osmonga olsang-chi, Rim. Hozir bir baloni boshlaysan. Jim. Bo'pti, Rim. Osmonga ota qol. Osmonga ota qol, Rim. O'zing aytsang-chi, osmonga otsin. Osmonga ota qolsang-chi. Shundoqqina yuragini poylab turibman. Tekiz olmadi. Men otganimda degandi. Tekiz olmadi. Devor orqasiga tushdi. Ishonmayapman. Farhod, bor, qarab kelgin, bor. Tekiz olmading-ku. Tegdi. Ichamizmi? Ishonch. Qani? Nay isang aql o'rdan. Shoir bo'lib kelding-a? Zaki suyasidan. Zaki suyani zo'r bergan. Bola! Odam otib qo'yibmiz. Nima kulaysan, odam otib qo'yibmiz. Qara ishonmasang. Farhod, Tentak odam otib qo'yibmiz. hozir. Odam otib qo'yibsan, Rim. Odam otib qo'yibmiz. Endi nima qilamiz? Odam otib qo'yibmiz. Odam otib qo'yibmiz. Endi nima qilamiz? Endi nima qilamiz? Nima qilamiz endi? Nima qilib qo'ydingiz? Qayerga boramiz?
o'zingizni bosing. O'zingizni bosing, Qumropa. Qumropa, o'zingizni bosing. Qumropa, Farhod yaxshi, o'zingizni bosing, Qumropa. Qumropa, o'zingizni bosing. Qon boshqaniki, Farhodni taniyman-ku. Farhod yaxshi, u boshqa odamning qoni. Boshqa odam? Ha, boshqa odam. Farhodni taniyman, Qumropa. Men o'zim ko'rdim. Uyingizni yonidan o'tib ketayotgandim. Qarasam, tez yordam mashinasi turibdi. Ko'chadan o'tib ketayotganlar ko'rishdi. Xohlasangiz chaqiraman, kirib o'zlari gapirib berishadi. Qo'y, kiringlar. Qani, gapiring. Xullas, men ko'rdim. Yo'q, biz ko'rdik. Ha, biz ko'rdik. Xullas, men tungi smenada ishlayman. Yo'q, ishlaymiz. Birga ishlaymiz. Ertalab ishdan chiqib kelsam, trotuarda bittasi chalqancha tushib yotibdi. Ertalabdan hech qanaqa betamiz dedim. Buni aylanib qarasam, chakkasi qon. Bo'ldi, yurib ketdik. Men tungi smenada ishlayman. Aha. Ayting uni. Shoshma. Ertalab ishdan chiqib kelsam, bittasi trotuarda chalqancha tushib yotibdi. Buni aylanib qarasam, ertalabdan hech qanaqa betamiz dedim. Buni aylanib qarasam, chakkasi qon. Bo'ldi, yur. Shoshmang. Qo'shimcha gapingiz bormi shu haqida? Qo'shimcha. Men tungi smenada ishlayman. Ertalab kelayotsangiz, bitta odam yotgan ekan. Trotuarda yotgan ekan. Trotuarda chalqancha tushib yotgan. Buni aylanib qarasam, Chakkasi qon. avval ichgan deb o'yladim. Buni aylanib qarasam, Chakkasi qon. Qo'shimcha gapingiz bormi shu haqida? Qo'shimcha. Qo'shimcha gapimiz yo'q. qo'rqib ketdim. Yur. Shoshmang. Har ehtimolga qarshi ism familiyangizni yozib olay. Senga nima dedim? Yordam berishga yordam berasan-ku, yana senga guvoh topib qolishadi. Ism familiya. Hasan Komilov. Komilov. Sizcha? Husan Komilov. Hasan Husanov. Husan Komilov. Yashash manzil? Muqimiy 157. Muqimiy 157. Navoiy 153. Navoiy 153. Bu hozir eski kvartiramizda. Yo'q, Muqimiy. Navoiy 153. Muqimiy. Navoiymi, Muqimiymi? Muqimiy. Muqimiydir. Eski kvartira. Yo'q, sen eski olgan ekansan. Yo, sen eski. Bo'ldi, ruxsat sizlarga. Yo'q, sen eski olgan ekansan. Yo'q, sen eski olgansan. Rahmat, bo'shsiz, ruxsat. Qani, ruxsat sizlarga. Yo, baribir. Nima ko'rsin? Adashing. Cho'chib ketdingiz, Qumropa. Xullas, baribir Navoiy 150. Ruxsat, rahmat. Nimasini aytasiz? Cho'chisham gapmi? O'g'lim shu mahallada kelish kerak edi shu paytda. Lekin ana bechoraga qiyin bo'ldi. Nima bo'pti o'zi? Haydam. Ko'chadan o'tib ketayotsam, uyingiz yonida tez yordam mashinasi turibdi. Keyin borib surishtirdim. Shifokorlar mashina urmagan dedi. Mashina urmasa nega chakkasi qon? Xuddi birov bigisanchib olganga o'xshaydi. Birov bilan mushlashgan desangiz, ust boshidan urishadigan odamga o'xshamaydi. Qamayli, nima bo'lsa ham omon bo'lsin. Aytganingiz. Oyi, men o'rtoqlarim bilan birga Sirdaryoga ketyapman. Sirdaryoda balo bormikan bunga? Farhod Sirdaryoda ekanmi? Ha, o'rtoqlarim bilan birga Sirdaryoga ketyapman deb SMS yozibdi. Endi yosh, o'ynagani ketgandir. Balki biror ishi bordir. Kelib qolar.
Hamayli Qumropa, bo'lmasa men keta qolay, kattalarga xabar berishim kerak edi. Choy isib ketsangiz bo'ladi. Keyingi safar hozir zarur ishim bor. Aytgandek Qumropa, ko'cha eshigini qulflab bering. Ko'cha eshigi qulfida. Kaliti bir menda-yu, Farhodda bor. Ishga ketmasimdan oldin o'zim qulflab ketgan mashina. Lekin men kelganimda eshik ochiq turgandi. Hamayli Qumropa, men keta qolay-a. Mayli. Bilmasdan-a? Buni ham ko'tarmaganni shu vaqtda. Boshingga nima balolar kelishini bilasanmi sen? Bilasanmi o'zi? Alo? Institutmi bu? Ha. Kimsiz? Ha, Farida, sizmisiz? Asilim, sekretar degani joyida o'tirmaydimi? Telefon qilib teshvordim kuturibgan-a? Men to'laganiman. Tohir Saidovich qayerdalar? Majlisda o'tkazyaptilar? Majlisda ekanlaring. Ayting, chaqirib bersin. Menga qarang, Faridaxon. Tez kirib quloqlariga ayting. Bir pasga majlislarni yig'ishtirib tursinlar, telefonga kelsinlar. Ha, ayting. Zarur gapi bor ekan deng. Faridaxon, olimlar ham odam, kirib ayting iltimos sizdan. Xo'p. Kira olmayman deyapti. Katta odamlar o'tirganmish. Faridaxon, majlislari ordona qolsin, kiring iltimos sizdan. Xo'p. Bolaya, nima qilib qo'yding-a? Nima qilib qo'yding? Qimirlayotganmidi o'zi? Bilmadim, Farhod chiqib qaradi. Shunda chiqib qaraganimda chakkasi qon bo'lib yotuvdi. Yotmay o'lsin. O'sha bitta qo'lgurni qo'lingga olib nima qilarding-a? Otgan kelsa osmon bosmonga otmaysanmi? Odamga ham otasanmi? Nima atay otman, odamga qaradi. O'sha daydi o'lgur. Sen otayotgan joyda nima qilayotgan ekan, ha? Devor orqasida yo'l bor edi. Farhodjon, aslan ham o'sha bitta qo'lgurni komissiyoniga berib yuborsalaring bo'lmasmidi? Hozir dadang keladi-da, men nima degandim deydilar. Gap topilmadi u kishiga. O'lmagan meni jonim. Alo, Faridaxon, muncha uzoq bo'lib ketdingiz, yo'q bo'lib ketdingiz, ha? Kelyaptilarmi? Alo, Tohir aka. Voy Tohir aka. Tezroq uyga keling. Yig'ishtiring majlisingizni, tezroq uyga keling iltimos. Oyog'ingizni qo'lingizga olib keling. O'g'lingiz miltiq otib qo'yibdi. Yo'q, odam otib qo'yibdi. Xo'p Tohir aka. Xo'p. Nima dedilar? Nima derdi? Keladi hozir. Salom. Oyi, Rem, nima bo'ldi? Hammangiz og'zingizga mum solib olganmisizlar? Nimaga vaqtli kelding? Nimaga vaqtli bo'lar ekan? Darsim tugadi, keldim. Bor xonangga darsingni qil. Nima bo'ldi, oyi? Yana Remmi? Xonangga bor. Rem. Mening angliskiy kupayligim qani? Men qayoqdan bilaman seni kupayligingni? Bu kirmamanga. Ertalab qidirib topa-olmadim. Agar yana o'sha gulli pullingga podarka qo'ygan bo'lsang, boshqasini buzaman. Saida, nima? o'chir ovozingni. Remga balo bormi? Ramziddin de, aka de. Xo'p, yo'qol ko'zimdan. Menga qaranglar. Balki uyga borib kelarman, ha? Nimaga? Balki o'lmagandir. Balki chakkasidan shunday shilib o'tib ketgandir u. Ko'rib kelardim. Hech kim hech qayoqqa ketmaydi. Dadam kelmagunlarcha hech kim hech qayoqqa qimirlamaydi. Qayerga bormoqchisanlar? Hech qayoqqa. Uchoving ham mana shu yerda o'tirlar. Qani bittang jilchi, boshingga yong'oq chaqaman.
Sobirjon, siz bularning ichida aqllisiz. Har holda otangiz melisa, miltiq o'lgurda nimaligini siz juda yaxshi bilsangiz kerak-a? O'zi miltiq olib chiqqan shu oyi. Shundoq gilamga olsaga turgan ekan. Ha. Shundoqqina oldingizmi? Maramziddin. Otgan odamga qarab-da berib qo'ydingiz-a? Berib qo'yganim yo'q, o'zi qo'limdan yurib oldi. Menga qarab otmoqchi bo'lding, gullarga yolg'on gapirasan. Nima? Qani meni o'g'limni otmoqchi bo'ldingiz? Qo'limdan yurib oldi. Yolg'on gapirga qarab otdim, turdim. Osmonga qarab otdim. Aka! Yana nima bo'ldi? Yana sizni qiliqlaringizmi Ramziddin? O'g'lim? Tutoqmasdan, shoshilmasdan gapir deding, tushunsinlar. Gapir, nima bo'ldi? Farhodlar kilo o'tiruvdik. Qachon? Boya ertalab. Boyami ertalabmi? Soat 11-12larda. Institutga bormay-a? Bo'sh pari edi. Xo'p, Qarasak, devorda miltiq bor ekan, ov miltiq. Bilsak ichida o'q bor ekan. xo'sh. Devordagi qarg'ani poylab otuvdim. Orqasidan o'tib ketayotgan odamga tekkanga o'xshaydi. Tekkanga o'xshaydimi yo tekkanmi? Tekkan. Farhod chiqib ko'rdi. To'g'rimi? To'g'ri. Chiqib qaraganimda chakkasi qon bo'lib yotuvdi trotvarda. Endi nima bo'ladi dada? Etak bo'ladi! Yarmaslar, banditlar, qotillar! Sen kimga o'xshading o'zi, itvatcha? Endi qilmayman dada. Endi qilmaydi dadasi. O'zingizni bosing, qiynamang o'zingizni iltimos sizdan. Deb qiynalib bo'ldim. Mamlakatda qiyinchilik bo'lmasa Bo'lmaydi dadasi, o'zingizni qiynamang iltimos sizdan. Bosib oling, o'zingiz bosib oling, hozir davringiz oshib ketadi. qilganlikni qilib qo'yib. Endi o'zingizni bosing deysizmi Barchin? Siz Sa'idorsan hammasiga o'zi. Bolani yoshligidan pulga, kayf-savoga san o'rgatgansan o'zi. Velosipedmi mushtay bolaga? Marhamat. Sal yo'talsa ko'rordmi? Dubayga marhamat. Uy o'g'lingiz bilan qizingiz kiyimlarga to'lib ketdi. Mashinami? Marhamat. Eshik tagida qop-qora trekker kelib turibdi. Mashinani o'zingiz olib berdingiz-ku. O'zim olib berdim. Lekin ikkovingni quloq miyamni yeb yuborgan gaplaringizdan keyin mana oqibat. Professor To'laganovning o'g'li odam o'ldirdi. Balki o'lmagandir dada. Uchir o'zingni ablah. Bu yoqqa kelayotganlaring kimdir ko'rdimi o'zi? Nazarimda hech kim ko'rmadi. Miltiq qani? O'sha yerga tashlab ketdilaring. Yo'q, o'zimiz bilan mashinada oldik. Har qalay bitta yaxshi ish qilibsanlar. Balki shogirdlaringizga qo'ng'iroq qilarsiz-a? Boshqa ilojimiz qancha? Rahmat dada. Bilib qo'y, bu oxirgisi. Xo'p. Rahmat. Xalaqit berma. Yaxshisi yurlaring. Bir piyoladan choy ichlaring. Rangingga rom qolmadi cho'vingni ham. To'xtalaring. Hoziroq dachaga jo'naysanlar. Qibraydan. Dachaga borib, qimir etmay o'tirasanlar. Bir kunmi,
2 kunmi keragicha. Tushunarli. Telefonlaringni o'chirib qo'yinglar. Uchalangga. Hech kimga telefon qilmaysanlar, hech kimdan telefonni ham ko'tarmaysanlar. Dasham telefonni tinmay jingillay bersagina ko'tardim. Men telefon qilganman. Ovqat kerak bo'lsa oyingni olib boradi. Tushundingmi? Jo'nalarning. Alo. Assalomu alaykum, Rajab Rustamovich. Yaxshimisiz? Ha, ustozingizni unutmabsiz-da. Rahmat. Ha yo'q, bir kichkinagina maslahatingiz kerak bo'lib qoldi. Ha. Yo'q, o'g'ri bo'lmang, o'zim bor. Yana osh buyurtdi-da shu o'g'lingiz, ha? Ha. Menga o'xshab oshni yaxshi ko'radi u ham. Mana masalan men osh yemayman. Har kuni osh. Jonimga tegib ketdi osh. Joningga tekkan bo'lsa ana oshxona. Kirda o'zingga boshqa ovqat qilib ol. Har holda kichkina emassan. Mayli. Oyi, xullas, Zaraga italyanskiy palto ketdi. O'shani olishim shart. Qayerdan bila qolding italyanskiy palto kelganini? O'rtog'im opasi o'sha yerda ishlaydi. O'sha aytdi. Senga hali vaqtli Zaradan kiyinishga. Nima vaqtli bo'lar ekan? Mana maktabga bu yil bitiraman. Kiyishga hech nimam yo'q-ku. Qani o'tgan yilga olib bergan shu bang? Oyi, uni yenglari titilib ketgan-u, kiyib bo'lmaydi vaqti uni. Xo'p, qancha ekan? Qimmat emas. Atiga 700. Nima? 700? 700? Og'zingni bir chekkasidan chiqib ketadi, qizim. Bu yoqda akangning qiliqlari yetib turibdi. Sen kamsan meni boshimga endi. Yaxshi ham, renga o'xshab mashina oldirayotganim yo'q-ku. Bittagina palto so'rayapman, maylimi? Jalkami qizingizga? Jalka. Shunaqa qilib o'rganingdan keyin jalka. Kerak vaqtida so'ra. Jonimga tegib ketdi hozir. Hamma narsa renga. Sendagi hech nima yo'q. Yaramas. Bunisi nima deydi endi? Palto olib bering deydi. Eskisini kiyib desam yig'lab oldi. Yaqinda olib beruvdingiz-ku. Eskirganmish. Kiymasmish. Kechagi narsa bugun eski. Bugungizni ham eski deyishdan toymaydi bular. Men bir par tufli bilan institutni tamomlaganman. Sizga uylanganimda ham o'sha tufli dedim adashmasam. Ta'na qilyapsizmi? Ta'na qilayotganim yo'q. Misol tariqasida bolalarga ayting deyapman xolos. Keling, Shokir aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Keling, o'ting. Keling, ichkariga kiring. Birozga kelgan. Keling, o'tiring, hozir. Tohir aka, shu desangiz boshimizga bir kulfat tushdi. Kechirasiz bizni? Hech qisi yo'q. Xullas 3 kundan beri mening o'g'lim Sobir, Qumropaning o'g'li Farhod uyda yo'q. Qumropa institutga borsalar bilmaymiz, 3 kundan beri institutga kelmaydi deyishibdi. Adashmasam sizning o'g'lingiz Rams ham institutda ko'rinmas emish. Shuning uchun balki siz bizni tinchlantirasiz deb kelgandik. O'sha kuni o'g'lim Sirdaryoga ketyapman deb SMS jo'natdi. Balki o'g'lingiz ham ular bilan birgadir. Buni qarang. O'g'lingiz Qumropa, Farhodjon anchagina ba'mali ekan-da. 3 kundan beri bizning Rams ham uyda yo'q. 3-4 kun oldin onasiga aylanganiga ketyapman debdi-yu, qayoqqa ketayotganligini aytmabdi. Anchadan beri kuzatib yuraman, Shokir aka. Uchalovi juda ahil.
Uchta izini tanigan yigit bir joyda bo'lsa, nimadan tashvih tortib yuribsizlar endi? Ular Sirdaryoda yo'q, Tohir Saidovich. 3 kun qidirdim, rayon militsiyasi qidirdi. Jinoyat qidiruv boshqarmasi qidirdi, ularni topa olmadik. Jinoyat qidiruv boshqarmasining ularga nima aloqasi bor? Hech narsa eshitmadingizmi? Yo'q. O'sha bolalar yo'qolgan kuni Umropalarning uyining oldida odam o'ldirilgan. Ov miltig'i bilan otib o'ldirilgan. Xuddi o'sha kunda Qumropalarning uyidagi ov miltig'i ham yo'qolgan. Bu narsalar o'z-o'zidan rayon militsiyasini qiziqtirmasdan qo'ymaydi. Borib surishtirishibdi. Bir narsa aniqlashibdimi? Yo'q, hali hech narsa ma'lum emas. Shu miltiqdan otishganmi, boshqasidanmi? Bolalar ochishganmi? Bolalar demang! Qanaqasiga bolalar otishga aqlimga sig'maydi hattoki. Bu qanaqadir tasodif Shokir aka, yaxshilab surishtirib ko'rish kerak. Yo'q. Bolalar qanaqasiga otishi mumkin? Lekin tergovchining aytishi bo'yicha bizni uyda o'tirganmish. Yo'q, men baribir ishonmayman. Bunday qilsak, Shokir aka, avvalo yana 1-2 kun kutaylik. Bolalar qaytib kelishsin. Mabodo miltiqni ular olib ketishgan bo'lsa, olib kelishadi. Menimcha kutishdan boshqa yo'limiz yo'q. To'g'ri. Boshqa ma'qul yo'l yo'q. Ey yashang. Yaxshi Shokir aka. Yoshlar, qanday tashvishlarni boshimizga solishmaydi-ya. O'tiring, ko'rib. Onasi qara, Rams bir o'zi ketgan desak, o'rtoqlari bilan ketgan ekanda. Yo'q, shunaqami ekan? Biz tashvih tortib yuribmiz. Hozircha hech qanaqa tashvishga o'rin yo'q. Oyi! Dada! Saida, brilliant ko'zli uzugim yo'q. Qizim xonangda turgandir, bir ko'rmadingmi? Qaradim, qaramagan joyim qolmadi. Bu yoqda yotgandir qizim. Uyda mehmonlar Oyi, bor. qaradim deyapman-ku. Topolmadim. Bu yana o'sha remnishi. U o'g'irlagan. Saida, Nima Saida? uyalmaysan akang haqorat qilgani? U uyalmaydimi dada? O'g'irlik qilgan-a? Kupayligimni o'g'irlading demadim. Mana, birlan ko'zli uzugimni ham o'g'irladi. Yaramas, bandit, cho't. O'chir ovozingni. Nimaga o'chirishim kerak dada? Nimaga o'chirishim O'chir kerak? ovozingni. Meni urdingiz-a? O'sha yaramas remni urmasdan meni urdingiz-a? Qizim, U o'g'irlik qilsa ham mayli. Odam o'ldirsa ham mayli. Lekin Saida kaldingida. Saida. Men bilaman uni qayerdaligini. Qimiraylar uni. Saida. Nachada? Saida qilib qo'ygansiz. Tohir Saidovich. Men tushuna olmay qoldim. Bolalar dachangizda ekan. Voy yo'q Shokir aka. Saida hali bolada, bilmaydi u dachada yo'q bolalar. Bolalar dachada yo'q. Bolalar dachadaligi rost. Men yashirib qo'ydim bilan bu sher. Nega bizga bir og'iz aytmadingiz? Hozir qanday tushunsa ekan. O'sha sizning uyingizda fojia yuz bergan kuni ularni o'sha yerga jo'natganman. Buni sizlarga aytmaganimni, fojiadan o'zimni bexabar qilib ko'rsatishimning sababi ularni qutqarib qolish edi. Sizlarga aytsam, kechirasizlar ochiq gapirayotganim uchun gap ko'payadi. Birortamiz bildirib qo'yardik ularni qayerdaligini. Militsiyaga tushib qolsa, ish pachava deyavering. Bu yerdan olib chiqish qiyin bo'ladi-ki. Qaysi biri otibdi? Buni hozir ahamiyati yo'q. Uchalovi ham baravar aybdor. Bittasi miltiqni olib chiqqan, yana bittasi o'qlagan, uchinchisi otgan. Adliya tilida buni ko'pchilik bo'lib qilingan qotillik deyiladi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Buni qilishga qanday qo'li bordi ekan? Ular jo'rtaga qilmagan, u odamni tanishmaydi ham hatto. Jo'rtaga emasmi odam o'ldi. Bu kichkina jinoyat emas, Tohir Saidovich. Ha, bu jinoyat. Lekin nima qilamiz endi? U odamni tiriltirib bo'lmaydi. Bolalar esa hali yosh, hayotlari oldinda. Bir burda nonni ham o'zlari topib yeyish olmaydi-ku hali. Shuning uchun ham ularni qutqarib qolish kerakmi? Mana nima uchun harakat qilyapman.
Yana qanaqa harakat? Tanish bilishlar, voqeani tasodif deb ta'birlash. Yo sizning maqsadingiz boshqami? Yo'q. Bizning maqsadimiz shu. To'g'rimi Shokir aka? Ayting. Bilmadim, bunchalik bo'ladi deb o'ylamagandim. Mening o'g'lim qotil. Odam o'ldirgan. Hech ishongim kelmaydi. Mening ham ishongim kelmayapti. Lekin haqiqatdan ko'z yumib bo'lmaydi-ku. Ko'z yetadimi? Bilsam. Har holda ishonchim katta. Bugun erta javob berishlari kerak. Ijobiy javob. Ijobiy javob? Ijobiy javob? Ular oqlanadi deganingizda bu? Xuddi shunday. U bechorachi jimgina o'lib ketaveradimi? 4 ta bolasi yetimligicha qolaveradimi? Nima qildingiz unda? O'z qo'limiz bilan mana jinoyatchilar jazolanglar deb topshiriq beraylikmi? Yo'q, yo'q. Yo'q, iltimos. Unday qilmaysizlar. Iltimos, yo'q. Unday qilmanglar. Iltimos. Bittagina bola. Yolg'izim. Qolganlari turmadi. Otasi meni qaqshatib bir o'zimni tashlab ketdi. Shu bolamni deb ertayu kech ishladim. Yemay, ichmay. Turmushga ham chiqqanim yo'q. Iltimos, faqat o'tirib so'rayman. Iltimos. Qumropa, Shokir aka jahl ustida gapirdilar. Ularni men o'sha kuni juda qattiq urishdim, Qumropa. Dadasidan ham juda qattiq gap eshitdi. Hozir o'zlari ham qilgan ishlariga pushaymon bo'lib o'tiribdi. Siz ularni ko'rdingizmi? Ko'rmaychi, Qumropa, ko'rmaychi. Har kuni boqqa ovqat tashiyman. Bog' bo'lmadi men uchun. Har qadamimda kimdir ko'rmadimikan deb bu-yog'imga talvasa bilan borib kelaman, opa. Shokir aka. Kelish degan nima? Hozircha hech qanaqa harakat qilmaysiz, to'g'rimi? Ish qilib aytib qo'ymasmikinlar? Men orqalaridan bo'laman yursin. Darvozani qulflab, hech kimdan telefonni ko'tarma, shuning. Hozircha ko'rsatmoqchi bo'lgan ishlarimiz shular. Endi albatta asarni davomi bor. Bundan keyin yana 3 ta sahnasi bor. Xudo xohlasa, keyingi planlarimizda, rejamizda butun spektakl endi mehmonlarga ruxsat beramiz. Biz ustozlar bilan ozgina gaplashadigan gaplarimiz bor. Xush kelibsizlar. Spektaklda ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Talabalar ham 5 minut tashqarida turasizlar.